Erkaklarimizda uchraydigan bepushtlik kasalligi. Bepushtlik kasalligini davolash uchun Tabibim tabiat korxonasida Murskaya sila, ajdar kuchi va titan plot mahsulotlarimiz juda ham yuqori samara beradi. Ya'ni qanday kuchga ega? Ajdar kuchi erkaklarda impotensiya yo'q bo'lishi, ya'ni jinsiy hayotga tayyormasligini va buni jinsiy hayot uchun tayyorlab beradi. Murskaya sila mahsulotimiz urug' foizlarini sifatini yaxshilab beradi va davolashni kuchaytirib beradi. Titan plot mahsulotimiz urug' foizini oshiradi va sifatini yaxshilab beradi. Bunga qo'shimcha tarzda bizda Vostochniy lekar hamda yod balans mahsulotlarimiz birga iste'mol qiladi. Bu qanday xususiyatga ega? Bular erkak organizmidagi immunitetni oshirib beradi hamda urug' foizini yaxshilab, sifatini yaxshilash bilan birgalikda uning yetib borish hamda tezligini oshirib berish xususiyatiga ega. Bu mahsulotlarimizni albatta birgalikda iste'mol qilish shart. Bu erkaklardagi bepushtlik kasalligini to'liq davolaydi hamda ularning kelajakdagi avlod qoldirish xususiyatini oshirib beradi. Mahsulotlarimiz haqida va ularning yetkazib berish bo'yicha sizda savollar bo'lsa, bizga aloqaga chiqing va to'liq ma'lumot oling.